aziz do'stlar, qadrli yurtdoshlar, aziz otaxon va onaxonlar, tumanimiz rahbari va muhtaram mehmonlar. Sizlarni milliy davlatchiligimiz tarixidagi ulug' vaqt bo'lsin. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 33 yilligi bilan chin dildan samimiy muborakbod etib, barchangizga o'zimning yuksak hurmat, ehtirom va ezgu tilaklarimni bildiraman. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 33 yilligini munosib kutib olish va yuksak saviyada nishonlash, fuqarolarni unda belgilangan ezgu qadriyatlar atrofida birlashtirish maqsadida Konstitutsiya inson qadri, erkinlik, tenglik va adolat garovi shiori ostida nishonlanayotgani ham bejiz emas. 1992 yil 8 dekabrda qabul qilingan Konstitutsiyamiz mustaqil davlatimiz taraqqiyotining mustahkam huquqiy asosini yaratdi. Asosiy qonunimiz xalqimiz irodasi, ezgu orzu-intilishlari va milliy qadriyatlarni o'zida mujassam etgan inson huquq va erkinliklarini oliy qadriyat sifatida belgilab bergan tarixiy hujjatdir. Bugungi kunda Konstitutsiyamiz asosida yurtimizda huquqiy demokratik davlat va adolatli fuqarolik jamiyatini barpo etish, inson manfaatlarini ta'minlash, xalq farovonligini oshirish yo'lida katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimiz asosiy qonuni demokratik huquqiy davlat va adolat fuqarolik jamiyatini barpo etishda, inson huquq va erkinliklarini ta'minlashda, yurtimizda tinchlik va barqarorlikni mustahkamlashda beqiyos ahamiyat kasb etadi. Konstitutsiya faqat yuridik hujjat bo'lmasdan, balki xalqimizning umumiy maqsadlarini anglatadi. Kelajakka bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi. Konstitutsiyaga nisbatan poydevor degan so'z behudaga ishlatilmaydi. Davlat qurilishi, fuqarolarning barcha huquq, burch va majburiyatlari aynan Konstitutsiya asosida yaratiladi, shakllanadi. Xalqimiz siyosiy huquqiy tafakkurining yuksak namunasi, inson huquq va erkinliklarining qonuniy kafolati bo'lgan, biz uchun ozod va obod hayot qurish yo'lini ochib bergan Konstitutsiya, bir so'z bilan aytganda, farovon turmush tarzimizning qonusiy asosi sanaladi. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaga xalqimizning ehtiyoji juda katta bo'lganligi ta'kidlashni istayman. Sababi davlat tizimi barcha munosabatlarimiz aynan Konstitutsiyaga asoslanadi. Ayniqsa, hurmatli davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan inson, jamiyat, davlat tamoyilining Konstitutsiyamizda muhrlanishi, inson, uning hayoti, huquq va erkinliklarini himoya qilish, qonuniy manfaatlarini ta'minlash, inson qadrini ulug'lash va bu borada olib borilayotgan islohotlarning amaldagi markaziga aylanadi. Binobarin, yangilangan Konstitutsiyaning 1-moddasiga kiritilgan O'zbekiston huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat so'zlarining o'ziyoq jonajon vatanimizda ijtimoiy davlat tamoyilining naqadar ustuvor ekanligini ko'rsatib turadi. Mening nazarimda yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizda xalqimizning barcha xohish-istaklari, umid va intilishlari o'z ifodasini topgan. Davlatning xalqning oldidagi vazifalari yanada ortgan. Inson qadri, inson huquqlari, so'z erkinligi, davlatning o'z fuqarolari oldidagi mas'uliyatining oshib borishi bu bor. Huquqiy demokratik davlatda barcha munosabatlar Konstitutsiyaga asoslanadi. Biz bugun amaldagi Konstitutsiyamiz bilan har qancha faxrlansak arziydi. Chunki bosh qomusimizda oila institutining konstitutsiyaviy asoslarini mustahkamlash, keksa avlod vakillarini, nogironlarni ishonchli himoya qilish, xotin-qizlar va yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, aholiga malakali tibbiy xizmat ko'rsatish, ta'lim va ilm-fan, madaniyatni rivojlantirish, bolalarning ekologik huquqlarini ta'minlash, ekologik muvozanatni saqlash, fuqarolik jamiyat institutlari hamda mahallaning huquqiy vakolatlarini kengaytirish, ommaviy axborot vositalari erkinligini ta'minlash kabi ko'plab asosiy ahamiyatga ega masalalar g'oyat muhim yo'nalishlar sifatida alohida belgilab qo'yildi. Qadrli do'stlar, tadbir ishtirokchilari, Konstitutsiya yuragimizdan joy olishi kerak. Uni faqat qabul qilingan kunda emas, balki butun hayotimizga, faoliyatimizga, munosabatlarimizga asos qilib olishimiz shart va zarurdir. Bir so'z bilan aytganda, Konstitutsiyamiz xalqimizning asliy orzusi, tanlagan yo'li, intilgan maqsadi, xohish irodasi, mustaqilligimizning mazmun mohiyatini o'zida mujassamlashtirgan, mamlakatimizda hukm surayotgan tinchlik, osoyishtalik, barqarorlik va millatlararo totuvlikning poydevori hamda asosini yaratib bergan qonusiy hujjatdir. Ayni daqiqalarda siz azizlarga barchamizning
vatanimiz oldida turgan vazifamiz borligini, jonajon O'zbekistonimiz tarafdoriga har birimizning qo'shadigan munosib hissamiz bo'lishi kerakligini yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Zero ona O'zbekistonning dunyo mamlakatlari ichida e'tirof etilishi bu bizning faxrimiz va iftixorimizdir. Shu fursatdan foydalanib, sizlarni Konstitutsiya kuni bayrami bilan yana bir bor chin qalbimdan tabriklab, barchangizga sihat, salomatlik, oilaviy baxt, shaxsiy va ijtimoiy hayotda katta muvaffaqiyatlar tilayman. Bayramingiz muborak bo'lsin. E'tiboringiz uchun rahmat.